AQSh Ahmad ash-Sharani terrorchilar ro'yxatidan chiqardi. AQSh Davlat departamenti Suriya muvaqqat prezidenti Ahmad ash-Shara va mamlakat ichki ishlar vaziri Anas Xattobni terrorchilar ro'yxatidan chiqarilganini e'lon qildi. Bu haqda departamentning rasmiy bayonotida ma'lum qilingan. Suriya muvaqqat prezidenti Ahmad ash-Shara va ichki ishlar vaziri Anas Xattob Qo'shma Shtatlarning terrorchilar ro'yxatidan chiqarildi deyiladi AQSh Davlat departamenti xabarida. Mazkur qaror ortidan hozircha AQSh hukumati qo'shimcha izoh bermagan. Tahlilchilarga ko'ra, bu qaror Suriya ichidagi siyosiy muvozanat va xalqaro muzokaralar jarayoniga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Eslatib o'tamiz, AQSh hukumati Suriya fuqarolik urushi boshlanganidan buyon mamlakatdagi ayrim siyosiy va harbiy yetakchilarni terrorizmni moliyalashtirish yoki inson huquqlarini buzish bilan bog'liq faoliyatlarda ayblab, ularni maxsus belgilangan terrorchilar ro'yxatiga kiritgan edi. Mutaxassislar bu ro'yxatdan chiqarish qarorini mintaqadagi diplomatik faollik va yangi muzokaralarga tayyorgarlik belgisi sifatida baholamoqda. Suriyada 100 ga yaqin kishi sirli tarzda yo'qoldi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, Suriyada rejim o'zgarganidan beri qariyb 100 kishi bedarak yo'qolgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson huquqlari bo'yicha Oliy komissar idorasi joriy yil boshidan beri Suriyada 97 kishi bedarak yo'qolgani yoki o'g'irlab ketilgani haqida xabar berdi. Avvalgi Suriya hukumati ag'darilganidan beri 11 oy o'tdi, ammo biz o'nlab odamlarni o'g'irlash va majburan yo'qolib qolish holatlari haqida xavotirli xabarlarni olishda davom etmoqdamiz, deydi inson huquqlari bo'yicha Oliy komissar idorasi vakili. 2000-yildan 2024-yil oxirigacha Suriyada 100 mingdan ortiq odam bedarak yo'qolgan. Bedarak yo'qolganlarning aniq sonini aniqlash qiyin, ularni qidirish ham qiyin. Mahalliy aholi Birlashgan Millatlar Tashkiloti vakillari bilan hamkorlik qilishdan ehtiyot bo'lishadi, deydi axborot agentliklari. Asad rejimi ag'darilganidan so'ng Suriyaning vaqtinchalik rahbarligini Ahmad ash-Shara egalladi. Oktyabr oyida u Moskvaga tashrif buyurdi va u yerda Vladimir Putin bilan uchrashdi. Suriya yetakchisi 10-noyabr kuni Vashingtonda AQSh prezidenti Donald Tramp bilan uchrashishi rejalashtirilgan. Vengriya Rossiya gaziga joriy etilgan sanksiyalardan ozod qilinishi mumkin. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban juma kuni Vashingtonda bo'lib o'tgan muzokaralardan so'ng ma'lum qilishicha, AQSh prezidenti Donald Tramp Vengriyani Rossiya nefti va gazini xarid qilish uchun joriy etilgan sanksiyalardan ozod qilishga va'da bergan. Biz Turkiya oqimi va do'stlik quvurlariga nisbatan sanksiyalardan to'liq ozod qilindik, deb yozadi u o'z intervyusida. Qayd etilishicha, Vengriya Turkiya oqimi orqali Rossiya gazini, do'stlik quvuri orqali esa neftini qabul qiladi. Tramp jurnalistlar bilan suhbatda Orbanning bayonotiga qarshi chiqmagan, ammo bu ma'lumotni ham ochiq tasdiqlamagan. AQSh G20 sammitida ishtirok etmaydi. AQSh prezidenti Donald Tramp Vashington joriy yil noyabrda Janubiy Afrika Respublikasida bo'lib o'tadigan katta 20talik sammitida ishtirok etmaydi. Prezident bu haqda o'zining ijtimoiy tarmog'ida yozib qoldirgan. Bu sharmandalik. G20 sammiti Janubiy Afrikada o'tadi. U yerda afrikanerlar o'ldirilmoqda. Ularning yerlari va fermerlari noqonuniy ravishda tortib olinmoqda. Bu mamlakatda inson huquqlari buzilayotgan ekan, hech bir AQSh vakili u yerga bormaydi, deydi Tramp. Trampning ta'kidlashicha, u 2026-yilda Mayami shahrida G20 sammitini o'tkazishga tayyorlanyapti. Janubiy Afrikadagi sammit 2025-yil 21-22 noyabr kunlari bo'lib o'tadi. Ilgariroq vitse-prezident J.D. Vance AQSh delegatsiyasiga rahbarlik qilishi kutilgan edi, ammo u ham sammitga bormaydi. Tramp bu mavzuni avval ham ko'targan edi. 2025-yil may oyida u Oq uyda jar prezidenti Siril Ramaphosa bilan uchrashuvda Janubiy Afrika hukumatini oq tanli aholining genotsidida ayblagan. Tramp Ramaphosaga afrikanerlar ta'qibini ko'rsatuvchi videolarni namoyish qilgan. Jar hukumati esa bu ayblovlarni rad etgan va mamlakatda hech qanday etnik yoki irqiy ta'qib yo'q deb bayonot bergan. Turkiya AQShga nodir yer elementlarini bermasligini bildirdi. Eski shahar viloyatida dunyoda ikkinchi eng yirik nodir yer elementlari zaxiralari aniqlangan 700 million tonnaga yaqin. Turkiya o'zining nodir yer elementlarini AQShga berishni rejalashtirmagan, aksincha biz atom energetikasi bo'yicha shartnoma imzoladik, dedi mamlakat energetika va tabiiy resurslar vaziri. Biz AQShga hech qanday nodir yer elementlarini bermadik. Biz yadro energetikasi bo'yicha shartnoma imzoladik. Agar biz nodir yer elementlari haqida gapirganda buni oshkor qilgan bo'lardik. Xavotirga o'rin yo'q, degan vazir. Bayraktar shuningdek Turkiyada qazib olingan nodir yer elementlari AQShga sotilgani haqidagi da'volarni ham rad etgan. Biroz oldin Turkiyaning Anqaradagi elchisi Thomas Barak Senat Tashqi aloqalar qo'mitasida so'zlagan nutqida Turkiyaning hali to'liq o'zlashtirilmagan nodir yer elementlari zaxiralarini strategik imkoniyat deb atagan edi.
Biz Beylikovda 694 million tonna nodir yer elementlarini topdik. Mamlakatimiz bu sohada dunyodagi yetakchi 5likka kiradi. Biz bu borada faol ishlayapmiz va tajriba zavodini qurish niyatidamiz, deya vazirning so'zlaridan iqtibos keltirgan Turkiya gazetasi. Eskishahar viloyatidagi Beylikova tumani 694 million tonna nodir metallar zaxiralari aniqlangan. Bu dunyodagi ikkinchi eng yirik zaxiralar hisoblanadi. Eng yirik 800 million tonnaga baholangan zaxiralar esa Xitoyda. Green Card lotereyasi uchun yangi tartib. Endi ariza topshirish $1 turadi. 2025-yil oktyabridan boshlab Green Card lotereyasida ishtirok etish endi bepul bo'lmaydi. AQSh Davlat departamenti qabul qilgan yangi qoidaga ko'ra, ushbu lotereyadan boshlab ishtirokchilar ariza topshirishda $1 miqdorida to'lov amalga oshirishlari kerak bo'ladi. Bugungacha Green Card lotereyasida qatnashish uchun hech qanday haq talab etilmas edi. Arizachilar rasmiy veb-sayt orqali anketa to'ldirib, surat yuklab, natijalarni kutishardi. Faqat g'oliblargina keyinchalik viza olish jarayonida $330 konsullik to'lovini to'lashar edi. AQSh hukumatining ma'lumot berishicha, ariza uchun belgilangan $1 to'lov millionlab arizalarni qabul qilish va qayta ishlash xarajatlarini qoplash, IT tizimlarini yangilab turish va xavfsizlikni ta'minlash, firibgarlik holatlarini qisqartirish, lotereya tizimini barqaror va adolatli qilish maqsadida joriy etilgan. Avvallari ba'zi shaxslar yoki tashkilotlar yuzlab yolg'on yoki takroriy anketalar topshirib, tizimni suiiste'mol qilgan holatlar kuzatilgan. Yangi to'lov aynan shunday holatlarning oldini olishga qaratilgan. Bu qoida 2025-yil oktyabrdan kuchga kiradi. Demak, 2024-yilda qabul qilingan arizalar hali ham bepul bo'ladi. Ammo 2027-yil uchun ariza topshiruvchilardan $1 to'lov talab etiladi. Ariza topshirish jarayonida to'lov onlayn tarzda rasmiy veb-sayt orqali amalga oshiriladi. To'lov muvaffaqiyatli bajarilmasa, ariza qabul qilinmaydi. Turkiyada og'ir vaziyatga tushib qolgan vatandoshlarga yordam ko'rsatildi. Turkiyada og'ir holatga tushib qolgan vatandoshlarga O'zbekiston bosh konsulxonasi tomonidan zarur konsullik huquqiy yordamlari ko'rsatildi. O'zbekiston diplomatlari Sakarya viloyatidagi jazoni ijro etish muassasasida bo'lib, bu yerda hibsda saqlanayotgan bir guruh fuqarolar bilan suhbat uyushtirdi. Bosh konsulxona xodimlari mazkur fuqarolarga zarur huquqiy maslahatlar berib, sud jarayonlarida hamyurtlarimizni himoya qilayotgan advokatlar bilan fikr-mulohaza almashdi. Giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarni saqlashda gumonlanib, 2024-yildan buyon Sakarya viloyatidagi jazoni ijro etish muassasasida saqlanib kelgan o'zbekistonlik fuqaro joriy yilning 30-oktyabr kuni bo'lib o'tgan navbatdagi sud majlisi qaroriga ko'ra sud zalidan ozodlikka chiqarilgan. O'zbekistonning chet davlatlardagi konsullik idoralari tomonidan amalga oshirilayotgan bunday xayrli ishlar yangi O'zbekistonning tashqi siyosatda ham o'z o'rniga egaligi, vatandoshlar manfaatlarini himoya qilish ustuvor ahamiyat kasb etishini tasdiqlaydi. O'zbekistonning hech bir fuqarosi e'tibordan chetda qolmaydi, faqat zarur hollarda vataniga yetib olishi uchun barcha tegishli amallar bajariladi. Ozarbayjon tashqi ishlar vaziri muhim sana munosabati bilan bayonot berdi. Jang maydonida hududiy yaxlitligi va suverenitetini tiklagan Ozarbayjon endilikda Janubiy Kavkazda barqaror tinchlik hamda mintaqaviy hamkorlikni o'rnatishga alohida e'tibor qaratmoqda. Bu haqda 8-noyabr Zafar kuni munosabati bilan Ozarbayjon tashqi ishlar vazirligi bergan bayonotda so'z bordi. 2025-yil 8-noyabr kuni Ozarbayjon Respublikasida Zafar kunining 5 yilligi nishonlanmoqda. Bu sana nafaqat 44 kunlik vatan urushida erishilgan shonli g'alaba bayrami, ayni chog'da milliy qudrat, qat'iyat va yakdillikning timsoli hamdir, deyiladi bayonotda. Ta'kidlanishicha, 5 yil avval Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevning qat'iy yetakchiligi va qurolli kuchlarning bemisl jasorati tufayli Qorabog'da Armanistonning qariyb 30 yillik okkupatsiyasiga chek qo'yildi. 2020-yil 8-noyabr kuni Qorabog' mintaqasi javohiri va Ozarbayjonning madaniy beshigi Shusha shahrining ozod etilishi bilan o'z haddi a'losiga yetgan vatan urushi xalqimiz tarixida hal qiluvchi o'rin tutadi. Ushbu g'alabaga bizning shahidlarimiz va veterinarlarimizning qahramonligi, fidoyiligi orqali erishildi, deyiladi Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Qayd etilishicha, buyuk qaytish dasturi doirasida Ozarbayjon Qorabog'ni tiklash choralarini ko'rmoqda. Bir vaqtlar xarobaga aylangan shaharlar yana obod qilinmoqda. Rasmiy Baku Yerevan bilan munosabatlarni normallashtirish jarayoni va shartlarini ham sharhlagan. Ozarbayjon matbuoti xabariga ko'ra, prezident Ilhom Aliyev ham ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida so'nggi 5 yillikni g'alabaning shonli 5 yilligi deb baholagan. Eslatib o'tamiz, Ozarbayjon 2020-yilning sentyabrida boshlangan 44 kunlik urush yakunida Qorabog' hududini ishg'oldan ozod etgan va hududiy yaxlitligini tiklagan edi. Qo'shma Shtatlar O'zbekistonga nisbatan Jackson Venik tuzatishini bekor qilishi mumkin. AQSh Senatining Xalqaro ishlar bo'yicha qo'mitasi raisi James Rish ushbu hafta AQSh Kongressiga Markaziy Osiyo davlatlari jumladan O'zbekistonga nisbatan Jackson Venik tuzatishini bekor qilish to'g'risidagi qonun loyihasini
taqdim etishini ma'lum qildi. U jumladan tashabbus S5+1 platformasining 10 yilligida taqdim etilgani va mamlakatlarimiz o'rtasidagi hamkorlikning yangi jadal davrini ochishga qaratilgani ramziy ma'noga ega ekanini ta'kidlagan. Shavkat Mirziyoyev va Donald Tramp ishtirokidagi sammit doirasida Oq uyda bo'lib o'tgan tadbirda bu haqda AQSh Senatining Xalqaro ishlar bo'yicha qo'mitasi raisi James Rishdan munosabat sifatida yozib olgani xabar qilinmoqda. Jackson Venik tuzatishini bekor qilish vaqti allaqachon kelgan. Prezidentning yordami bilan u bilan hamkorlikda biz bu qarorni juda yaqin orada bekor qilamiz, deydi James Rish. Ma'lumot uchun, sobiq ittifoqqa jazo sifatida kiritilgan va hanuzgacha O'zbekiston bilan savdo aloqalariga texnik to'siq sifatida saqlanib qolgan Jackson Venik tuzatishi 1974-yilda AQSh savdo to'g'risidagi qonuniga kiritilgan tuzatishlar bo'lib, ular immigratsiyaga to'siq qo'yuvchi va boshqa inson huquqlarini buzuvchi davlatlar bilan savdoni chegaralashni ko'zda tutadi. Hujjat uni taklif qilgan kongressmenlar Henry Jackson va Charles Venik sharafiga nomlangan. 1991-yilda SSR parchalangach yangi mustaqil respublikalar O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston va Turkmaniston huquqiy jihatdan sobiq sotsialistik davlatlar ro'yxatida qolib ketgan. Natijada Jackson Venik tuzatmasi avtomatik tarzda bu mamlakatlarga ham tatbiq etilgan. Bu texnik to'siqdek tuyulsa-da qator noqulayliklari bor. AQSh Kongressi mintaqamiz davlatlariga to'liq savdo imtiyozlarini berishni har yili qayta ko'rib chiqishga to'g'ri keladi. Savdo bitimlari va investitsion shartnomalarni ratifikatsiya qilishda byurokratik kechikishlar yuzaga keladi. Qozog'iston AQSh bilan sun'iy intellekt bo'yicha 2 milliard dollarlik loyihani amalga oshiradi. Qozog'iston AQSh bilan hamkorlikda Markaziy Osiyoda sun'iy intellekt infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha loyihani amalga oshiradi. Qozog'iston sun'iy intellekt va raqamli rivojlanish vazirligi hamda AQShning korporatsiyalari rejalariga ko'ra, loyiha doirasida mamlakatning suveren sun'iy intellekt hubini yaratish ko'zda tutilgan. Shirkatning yuqori ishlab chiqarish quvvatiga ega infratuzilmasi negizida tashabbus sun'iy intellekt bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni takomillashtirishga ham qaratilgan. 2 milliard dollarlik loyiha Qozog'istonda 100 megavat energetik kuchga ega platformada amalga oshiriladi. Korporatsiya esa asosiy sarmoyador va operator bo'lishi ko'zda tutilmoqda. Bu hamkorlik Qozog'istonning sun'iy intellekt bo'yicha milliy strategiyasini amalga oshirishda muhim qadam hisoblanadi. Biz suveren sun'iy intellekt ekotizimi poydevorini shakllantirish harakatidamiz. Bu esa iqtisodiyotni mustahkamlaydi, raqobatbardoshlikni oshiradi va butun mintaqa uchun yangi imkoniyatlar ochadi, deydi Qozog'iston bosh vaziri o'rinbosari. Ma'lumot o'rnida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning AQShga tashrifi yakunida turli sohalar qatori sun'iy intellekt yo'nalishida ham hujjatlar tasdiqlandi. Jumladan, O'zbekiston Raqamli texnologiyalar vazirligi bir qator kompaniyalar bilan hamkorlikda sun'iy intellekt sohasidagi hamkorlikni kengaytirish to'g'risida bitim imzoladi. O'zbekistonlik hamshiralar Saudiya Arabistoniga taklif qilinyapti. Migratsiya agentligi Saudiya Arabistonning tibbiyot klinikalaridagi bo'sh ish o'rinlarini taklif qilmoqda. Bunda nomzodlardan oliy hamshiralik ishi yo'nalishida bakalavr yoki hamshiralik ishi bo'yicha o'rta maxsus diplomga ega bo'lishi so'ralgan. Tanlovlar joriy yil noyabr oyida Toshkent shahri va respublikaning boshqa hududlarida onlayn va oflayn tartibda bo'lib o'tadi. Ish beruvchilar Saudiya Arabistonidagi gospitallarda, klinikalarda ishlashi mumkin. Tanlovda tibbiyot sohasida bakalavr yoki o'rta maxsus diplomi hamda sohada kamida 1 yillik tajribasi bor 45 yoshgacha bo'lgan erkak va ayollar ishtirok etishlari mumkin. Turar joy ish beruvchi tomonidan ta'minlanadi. Oylik maoshi esa 1,5 ming AQSh dollari miqdorida va'da qilinmoqda. Shuningdek, aviabilet xarajatlari qoplanadi, ishchi viza rasmiylashtiriladi, tibbiy va ijtimoiy sug'urta badali ta'minlanadi. Nomzodlardan ingliz tilini muloqot darajasida bilish yoki arab tilini bilganlarga ustunlik beriladi. Poytaxtda chiqindilar bilan bog'liq 2 milliard so'mlik jarimalar qo'llanilgan. Joriy yil 7-noyabr holatiga ko'ra chiqindilar bilan bog'liq 3696 ta qonun buzilishi holati aniqlanib, huquqbuzarlarga nisbatan jami 2 milliard so'mlik ma'muriy jarimalar qo'llanilgan. Hokimlik ma'lumotlariga ko'ra, Xalq nazorati platformasi orqali fuqarolardan ekologiyaga oid 62863 ta murojaat kelib tushgan bo'lib, shularning 60906 tasi hal etilgan. Shuningdek, 812 ta maxsus texnika yordamida 585 ta mahalla hududidan 14000 tonna maishiy va qattiq chiqindilar chiqarilib, poligonlarga joylashtirilgan. 8573 ta ko'p qavatli uylar hududi tozalangan. 2890 tup daraxt parvarish qilinib, dekorativ shakl berilgan. 12 ta hududda 10 kilometr suv hududlari, kanal va daryolar 315 tonna chiqindidan tozalangan. Shuningdek, 594 ta obyektda sanitariya holati tekshirilib, aniqlangan 365 ta kamchilik bartaraf etilgan. Ekologik tartib-intizomni kuchaytirish maqsadida hokimlik tomonidan toza hudud va toza poytaxt loyihalari doirasida maxsus shtab
tashkil etilgan.